Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Xalqobod poligoni 2026-yil 30-may. Mana ishlayotgan plashatkamiz. Mana shu chekadan boshlab mana shu yergacha yongan edi. Mana yong'inni bartaraf qilib qo'ydik. Xudo xolasa 2-3 tochka qoldi. Mana mannop buldozer bilan surib ustini yopib chiqyapti. Qolib ketgan joylarini mana Shuhrat nasos bilan shlanga bilan uryapti. Nasosing ko'tarib qo'y. Mana suv bilan hamma joylarni uryapti. Hammaga omad, charchamaylar.